Assalomu alaykum. Hyundai Avante AED 2017-yil 107 ming km yurgan yoqilg'i dizel 1.6 ob'yom. Mashinamiz AED Avante, adashmaylar akalar. AED'lar MD'dan keyin turadi hamda narxlari qimmat. Dizel 1.6 ob'yom, o'ta ekonomичный, kichkinagina motor. Mashina sug'urtalari ham kam keladi. Kuzovda kraska tegan joyi yo'q, balonlari ham ideal holatda. Narxi shuning uchun jinday qimmatroq, 7.400.000 won. Bilasizlar, o'zi Avante AED'lar sal qimmat yuradi. Bunisi 7.400.000 ekan. Kimga kerak bo'lsa kelib test drive qilib bemalol ko'rasizlar. Mashinamiz smart pozitsiyasi, sal prostoy, bilasizlar, ruchnoy sidina. Smart pozitsiyalar prostoy bo'ladi. Rul isiydi, sidinalar isitadi oldi. Mashinamiz start stop, monitori bor, black box'si bor, high-pace bor. 107 ming km, 2017-yil 7.400.000. Kimga kerak bo'lsa kelib test drive qilib ko'rasizlar.